9-dekabr korrupsiyaga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan hamda mana shu kun munosabati bilan ham O'zbekiston Amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi faol ishtirok etmoqda hamda 9-dekabr kuni ochiq eshiklar kuni deb e'lon qilingan. Bunda yurtimizning mahalliy aholi vakillari muzeyimizga bepul tashrif buyurishlari hamda madaniy hordiq chiqarishlari mumkin bo'ladi.